Assalomu alaykum. Nimaga bugun nasliy genetik kasallik, Dushen kasalligi haqida gaplashamiz. Dushen kasalligi o'zi nima? Dushen kasalligi qayerdan kelib chiqadi? Dushen kasalligini davolasa bo'ladimi? Dushen kasalligi asoratlari, ya'ni Dushen kasalligi o'zi kimda uchraydi? Qanday asoratlari bor? Dushen sindromini oqibatlari va profilaktikasi, ya'ni oldini olish bo'yicha sizlar bilan bugun shu mavzuda suhbat o'tkazamiz. Ya'ni ho'p, Dushen kasalligi managen kasalliklar turiga kirib, DMD genini zararlanishi, ya'ni bizni imенно 21 xromosomamizda joylashgan shu DMD genini zararlanishi bilan ketuvchi kasallik hisoblanadi. Dushen kasalligi bu asosan o'g'il bolalarda uchraydi. Ya'ni qiz bolalardan ham uchraydigan formalari bor. Dushenni juda kam uchraydi, 0,1% tashkil qiladi xolos. U asosan o'g'il bolalarda uchragani uchun biz asosan aytamiz, bu o'g'il bolalarda kechuvchi nasliy genetik kasallik hisoblanadi. Ya'ni mushaklarni quvvatsizligi bilan ketuvchi kasallik hisoblanadi. Ya'ni nima degani bu? Bolada 2-3 yoshidan boshlab bolada mushaklarda quvvatsizlik ketadi. Endi qanday quvvatsizlik bilsa bo'ladi degan savol tug'iladi. Quvvatsizlikni bilishda asosiy alomatlari bola zinalarda ko'tarilishga qiynaladi, o'tirib turishga qiynaladi. Ya'ni bolani o'rnidan turayotganda narvonsimon turish deydi, ya'ni ketma-ketliklar bilan turadi, ya'ni qiynalib turish belgilari bo'ladi. Asosan bu belgilarni qari yoshi katta odamlarda ko'rish mumkin. Sog'lom lekin qari odamlarda ham shu mushaklarda, nervlarda quvvatsizligi hisobiga, ya'ni turishga qiynaladi. Tizzasiga qo'lini qo'yib turadi. Shunaqa shaklda ketadi. Shu holatda buni rasmda ko'radigan bo'lsak, narvonsimon turish bo'ladi. Ya'ni bola qiynalib turadi. Zinalarda e'tibor bersangiz, doim ushlab chiqadi yonidagi narsani yoki devorni yo boshqa narsani, yo onasini qo'lini yo otasini qo'lini ushlagan holatda zinadan ko'tarilishga qiynaladi. Bu asosan klinik belgilar, takrorlab o'tamiz, 2-3 yoshlardan sekin-sekin boshlanib, 4-5 yoshlardan уже avj olishni boshlaydi. Avj olishni boshlagandan keyin уже nima deydi, ota-ona qayerdan sezadi? Dushen kasalligining asosiy sezuvchi belgisi bu oyoqlardagi boldir mushaklarini kattalashuvi kuzatiladi. Ya'ni soxta gipertrofiya deymiz. Bani bolami deydi, eng birinchi e'tibor beradigan onasi boldir mushaklari kattalashib ketdi yoki bo'lmasam shishib qoldi degan shikoyat bilan keladi. Boshqa mutaxassislarga boradi, ya'ni shamollab qoldi degan maqsadda, ya'ni mutaxassislarga yo'naladi. Bunday holatda biz bolani tekshirib ko'ramiz, o'tirib turishga qiynalish bo'ladi, reflekslar jonlanmaydi, ya'ni reflekslar aniqlay olmaymiz. Bu belgilar bolada o'tirib turishga qiynalish, zinadan chiqishga qiynalish, harakatlardagi sustliklar, bolada erta belgilardan yana biri, bolaga e'tiborli bo'ladigan bo'lsak, lapanglab yurish deydi o'zimizni tilimizda, ya'ni o'rdaksimon yurish kuzatiladi. U yoqqa bu yoqqa bola tashlagan holatda yuradi. Bu holatlar hammasi shu Dushen kasalligiga moyilligi bo'lishi mumkin bo'ladi. Agar sizni bolangizda, ya'ni sizni qarindoshingizda yoki tanishingizda shunday muammolar bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bu nasliy genetik kasallik bo'lgani uchun neyrogenetika sohasi shug'ullanadi bunday kasalliklar bilan. Endi bu kasallikda qanday kechadi? Kechishi rivojlanib boruvchi mushak distrofiyalar qatoriga kiradi. Ya'ni bu hozirgi kunda to'liq davosi chiqmagan. Ba'zi bir formalariga davo shakllari butun dunyoda qo'llanilyapti. Ko'p qismlarda, ya'ni u biz boshida aytib o'tgan DMD genini qaysi sohasi zararlanishiga qarab, o'sha zararlangan sohaga ba'zi bir sohalariga dori bor, lekin ba'zi bir sohalariga umuman dori yo'q. Shuning uchun siz nevrologingizdan yoki genetikdan so'rayotganingizda yoki bo'lmasam sizdan shunaqa savol bo'lishi mumkin, qaysi egzon zararlangan yoki qaysi qismi zararlangan.
Buni genetik tekshiruvdan keyin to'liq aniq tashxis qo'yiladi. Ya'ni buni metodlari bor. O'sha metodlarda qaysi bir turida agar Duchenne kasalligi tasdiqlanadigan bo'lsa, shu metodlardan kelib chiqqan holatda turi aniqlanadi. Aniqlangan turiga qarab ba'zi bir turlariga davo bor, ba'zi bir turlariga davo yo'q. Hozirgi kunda yangi sinovdagi dorilar ham bor. Bunga hali to'liq tasdiqlanmagan, barcha turiga tushadigan formalari ham bor degan ilmiy yo'nalishlarda tekshiruv ishlari olib borilyapti. Agar bu tasdiqlansa bu haqida shu profilda ya'ni biz yoritib boramiz bu to'g'risida. Xo'p, endi bu miyodistrofiyani Duchenne shaklini asoratlari nima? Asoratlari borgan sari bolada oyoq qo'llarida quvvatsizlikni ketishi, ya'ni o'tirib turishga qiynalish yomonlashishi, bu yerda bolada hattoki o'rnidan turishga, qo'lini ko'tarishga qiynalishgacha boradi. Ya'ni yotib qolishgacha borishi mumkin bo'ladi. Buni oldini olish, yurish davomiyligini uzoqlashtirish uchun doimiy bularga lecheniya, ya'ni davo muolajalari o'tkazish talab qilinadi. Qanday davo muolajalar? Birinchi o'rinda siz mutaxassis, o'zingizni mutaxassislaringiz bilan bog'lanasiz. Ya'ni nevrolog yoki genetik yoki neyrogenetik mutaxassislar bilan bog'lanasiz. Vazniga yarasha, bo'yiga yarasha, kasallikni og'ir kechishiga qarab, analizlarga qarab sizga davo muolajalari olib boriladi. Bu yerda eng asosiy davo muolajalaridan bu gormonoterapiya hisoblanadi. Hozirgi kunda butun dunyo zolotoy standarti, ya'ni oltin standart deydi. Ya'ni bu gormon terapiya o'tkaziladi. Bundan tashqari bu gormon terapiyani doimiy nazorat qilib borish kerak bo'ladi. Endi asosiy muolajalardan yana biri bu reabilitatsion muolajalar, ya'ni Duchenne kasalligiga chalingan bolalarda doimiy reabilitatsiyaga muhtoj hisoblanadi. Bu reabilitatsion muolajalar bolani yurish davomiyligi, harakat davomiyligi, mushaklarda zararlanish darajasini pasaytirib beradi. Bundan tashqari ota-ona va bolalar o'zini psixologiyasi bilan ya'ni shug'ullanish kerak. Bunday bolalarda ong buzilishi bo'lmaganligi sababli ruhiy tushkunlik kuzatilishi mumkin bo'ladi. Ruhiy tushkunlikni oldini olish maqsadida psixopedagogik mashg'ulotlar, ya'ni psixolog mashg'ulotlari o'tkazish kerak bo'ladi. Endi buni profilaktikasi haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, Duchenne sindromining asosiy profilaktik mezoni bu qaysi turini aniqlab olishdan boshlanadi. Akasida, ya'ni qanday mushak patologiyasini qaysi turi, ya'ni Duchennening qaysi formasi. U formasini aniqlangan holatda kelajakdagi homiladorliklar rejalashtirib beriladi. Hozirgi kunda bizda bor shuni imkoniyati, ya'ni biz sog'lom o'g'il farzand ko'ra oladimi degan savolga doim aytamiz, ha, ko'ra oladi. Lekin bu reja asosida, DNK tekshiruvlar asosida bemalol Duchenne kasalligi bilan og'rigan ota-onani, ya'ni bolasi Duchenne kasalligi bilan og'rigan ota-ona yana o'g'il sog'lom farzand ko'rishi mumkin. Ba'zi bir ota-onalardan savol kelyapti, yana men sog'lom farzand ko'ra olaman. Ha, albatta sog'lom o'g'il va qiz farzand ko'rsangiz bo'ladi. Faqat reja asosida buni profilaktikasi, ya'ni oldini olib berish kerak bo'ladi. Ba'zi bir tushunmagan bemorlarda mana bitta o'g'il tug'adi, bemor, ikkinchi o'g'il tug'yapti, yana bemor. Ya'ni buni profilaktikasini genetik bilan yoki nevrolog bilan maslahatlashmagan holatda qilyapti. Biz buni tavsiya beramiz. Nevrolog, genetik mutaxassis bilan birgalikda ishlab shu narsa muolajalarda, ya'ni profilaktik muolajalarni amalga oshirsa, albatta bemalol Duchenne kasalligida sog'lom uka ko'rsa bo'ladi. Duchenne kasalligi bilan og'rigan bemor bor oilada. Shunday profilaktik mezonlar bizda hozirgi kunda mavjud hisoblanadi. Xo'p, agar sizda, sizning yaqiningizda, qarindoshingizda shunday muammo kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sizda savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va shunday muammosi bor insonlarga buni jo'natib qo'yishingizni tavsiya beramiz.